ist noch extrem positiv. Da wir eben neben dem Mainstream so viel anderes kaufen, können wir Ihnen auch teuer geprüft eine enorme Vielfalt bieten. Diese Strategie ist eine Bereicherung für die gesamte Fleckviehzucht und für die Fortentwicklung der multifunktionalsten Rasse der Welt, unser Fleckvieh. Nach McQueen muss sich Hibiskus hinsichtlich Leistung sicherlich nicht verstecken. Das dürfte auch schwer werden für diesen dunkelrot gedeckten Pfundskerl vom Betrieb Eidelsburger aus Ausbach. Mittlerweile die dritte Schätzung geprüft, liegt er bei über 1260 Kilogramm Milch und gehört damit den Top 10 der Leistungsvererber an. Zwischenzeitlich lag er sogar über seinen genomischen Ankaufswerten, also eben genau die entgegengesetzte Entwicklung, als es üblich ist. Viel Milch haben wir auch von ihm erwartet, wenn man berücksichtigt, dass seine weibliche Verwandtschaft durchweg über 12 trainiert. Mit einer hervorragenden Melkbarkeit ist er das gelungene Gesamtpaket für alle Produktionsbetriebe. Auch wenn die Milchleistung der entscheidende Faktor bleibt, beginnend bei der Bullenauswahl bis hin viloyatida joylashgan. Buqalarning spermasini, cho'chqalarning spermasini o'zlari chiqarib, eksport qiladigan va butun Germaniya bo'ylab sigirlarni urug'lantiradigan katta bir statsionga kelganmiz. Bu yerda hozir parad bo'lyapti. Paradda statsionni, ya'ni urug'lantirish markazining eng zo'r, eng eksportbop buqalari ko'rsatilgan. Siz video davomida bularni ko'rishingiz mumkin. Bular hammasi kasalliklarga qarshi genetik chidamli va genetik shoxsiz buqalar bo'lib turib, sut berish darajasi har xil kategoriyalar bilan belgilangan. Sut sifati va uni miqdoridan kelib chiqib 30-40 litr sut beradigan darajadagi genetik tasdiqlangan buqalar bu yerda hozir ko'rsatilyapti. Bularni hozir Bavariya bo'ylab yoki nafaqat Bavariya, butun Germaniya bo'ylab minglab odamlar kelib o'zlari ko'ryapti. Bugungi bo'layotgan buqalarning paradida men o'zimizni qo'shni davlatimizdan Qirg'izistondan Abdullajonni ko'rib qoldim. Abdullajon bu BFON sun'iy urug'lantirish markazida mutaxassis bo'lib ishlaydi. Ma'lumot uchun aytib o'taman, bu markaz Germaniya bo'yicha juda ham katta markaz hisoblanadi. Balki eng kattasidir. Abdullajon, qani bir markaz haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz. Assalomu alaykum. Bezamsverein Neustadt. Bu Bavariyada turgan cho'ng bir urug'lantirish markazi. Do'stimiz aytganday, bu yerda negizgi paroda Fleckvieh parodasi bizda Simmental deb tanilgan. Jalpısından bu stansiyanın 500 ga yaqin buqasi var. Yılına 100 ga yaqin yangi buqa sotib olinadi. O'shanda ile bizden yıldık ko'rsatuvchi xizmatimiz 400 ming uyga chayin bo'ladi. O'shanda ile iki joyda joylashgan. Bavariyaning iki joyida sentrimiz bor. O'shanda ile Rumuniyada, o'shanda ile qo'shni o'lkalarda bizden buqalar turadi. O'zi jami qancha buqa bor bu nimada markazda jami? Jalpısı jami 500 da buqa var. Yılına yaxshisi qoladi, jamani ketadi. Sredniy aytganda shu 500 ga yaqin buqa turibdi. Endi bu 500 ga yaqin buqa bo'ladigan bo'lsa, ulardan sperma olgan payti bir kunda yoki bir haftada qancha miqdorda yoki qancha buqadan olinadi? Bizde iki yol menen ketadi. Birisi genotip, birisi fenotip deydi. Bizde buqalar urug' bergandan keyin anın fenotip
xarakteristikasi chiqqanga chayin vartashtal dedi, o'sha kutuvchi joyda bo'ladi. Anan genotiplar bular shu yangi kelgan buqalar, genetik jihatdan izlangan 70% garantiyaмен kelishadi. Genetik tasdiqlangan. Ular bir haftasiga 50 da buqa urug' beradi. Rabochiy buqalar 50 da. Endi taxminan shu bitta buqa bitta sakraganda yoki ikkita sakraganda, xullas bir kunda qancha portsion sperma ishlab chiqaradi? Ya'ni nechta sigirga uni urug'lantirsa bo'ladi? Buni o'rtacha ham nemislarda durshnik deb qo'yadi. Yangi yosh buqalar 300 dan 500 gachayin ham durshnik bu o'rta hisoblan 500 gacha. Eski buqalar kattarib qolgan 2 yashar, 3 yashar buqalar ular o'sha 1000 porsiyagacha, 1000 dozagacha da beradi. Endi tasavvur qilinglar, u bitta buqadan bir kunda olingan spermani siz 1000 ga yaqin sigirga joylashtirasiz. Bu degani bitta sakragan payti buqadan agar 100% effekt bilan natija beradigan bo'lsa, bu 1000 ta buqa, 1000 ta buzoqcha degani-da. Endi agar sir bo'lmasa, o'rtacha hisobda eksport yoki bo'lmasam shu Germaniyaning o'zida urug'lantirgan payti spermani qanchadan urug'lantiryapsizlar? O'zlarining fest qo'ygan gebiri var. 14-15 euro. Kim assimleniya qiladi. Assimnator arzonroq, agar veterinar qilsa uning uslugasi qimmatroq. Buqaning spermasining porsiyasining puli emedan zavist etadi. Yani buqaning kuchligidan, genetikalik liniyasi kuchli bo'lsa, shunisi qiymat bo'ladi. Yuqori pul turadi. Agarda slabi eskiroq buqa bo'lsa, uniki arzonlaydi. Uniki arzonroq. Yil sayin bahasi tushadi-da. Anan ayta turgan narsa bizda Germaniyada Yevropaning standartida 30% garantiya bilan sotuvga chiqariladi. Bizning stansiyada Bezans Fraynoshda 40% bilan. 40% spermalar aktivniy podvij aldiga qiymillasa, ashlar sotuvga chiqariladi. Shunday. Ham eksportga, tashqariga sota turgan bo'lsak, 50% bilan. Minimum 50%. Endi garantiya bilan sotiladi. Bular narxi qanday bo'ladi? Puli. Agar xo'p Germaniyaning o'zida biz amal qilsak, har bir dozaning individualniy yakka bahosi bo'ladi. Kuchli buqa, yangi buqa ko'p qiymat turadi. 24-25 eurogacha bir porsiyasi, eng arzoni 8-6 euro. Endi o'rtacha balkim 18 yoki 20 euro deb qo'ysak ham bitta buqa bir sakraganda 1000 porsion chiqaradigan bo'lsa, endi har birini o'rtacha 20 eurodan sotsangiz, endi bu faqat nazariya, bilasiz, nazariya bilan amaliyot hech qachon bir-biri bilan bir xil bo'lmaydi. Endi men qachondir eshitdim, 2 yil bo'ldimi, sizlarning urug'lantirish markazi Germaniya bo'yichami, Yevropa bo'yicha eng qimmat buqani sotib oldi. Ismi Melodymidi? Melody. Bu qancha turardi o'zi narxi? 222 ming euroga sotib olishdi. 222 ming euro. Bitta buqa. Bir buqaning bahosi shuncha oldi. Shunga yarasha ishlab chiqaryapti. Natija beryaptimi shu? Beryapti. Hozir necha yoshda shu buqa? 1 yildan o'tib qoldi. 1 yil. U endi yana hozir gullagan davrida 2-3 yil yoki 4 yillab buqa xizmat qiladi. Yo'q gap yo'q. Bu ma'lumot shov-shuv bo'lgan, chunki jurnallarga, televizorlarga chiqdi, qishloq xo'jaligi haqida ma'lumotlarda birinchi bu keldi bu sahifa, ya'ni BFN urug'lantirish markazi 222 ming euroga. Tasavvur qilasizmi? 222 ming euroga kichkina 1 yashar buqani sotib olishdi. Endi hozir shu sperma produksiyani qilyapti. Germaniyaning ayta turgan narsa, Germaniyaning tushlik tomonida Flekfi parodasi 80-90% yayilgan. Germaniyaning tundugunda olsa Galstin parodasi kengri yayilgan. Bizda Sentralniy Aziyada Brown Swiss deb qo'yadi. Shvets parodasi. Bu biz yoqda yo'q, bu Shveysariya tomonlarda ko'p. Shu urug'lardan olingizlar, urug'lantiringizlar, bizda hammasi bor. O'zbekistonga sotyapsizlarmi? Eksport. Sentralniy Aziya bor. Bor, bor. O'zbekistonga ham sotishyapti. O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston bizda bor. Bor. Gap yo'q. Endi men o'zim ham boshqa bir sun'iy urug'lantirish markazida ishlayman. Bunday qaraganda bu markaz biz uchun qaysidir ma'noda raqobatchi hisoblanadi, lekin bu markaz haqiqatan katta markaz hisoblanadi.
Bizdan uzoqlashmang, xudo xohlasa kanalimizda bundan ham zo'r ma'lumotlar yoritib boramiz. Abdullajon, sizga katta rahmat. Ishlar bilan charchamang. Bunga obuna bo'ling va urug'larni sotib oling. Assalomu alaykum. Sog' bo'ling. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do is so instinctive, so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patent it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, speaking fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that